Assalomu alaykum. Bütün dünyadaki barlık Şarkı Türkistanlık qeyrindaşlar şembe günüňlarga hayırlı olsun. Bugün ötkenki bergen va'dam boýunça muşu bir jürüş leksiyalarimni başlayalgan buldum. Endi mawo Voice of Voiceless, yani avazsızlarning ovozi deganning 21 kısmında men muşu ötkende bergen va'dam boýunça muşu tarixdagi muşu xaritlar orqali muşu Şarkı Türkistan ezelden Xitayning bir qism bo'lib bakmagan degan mavzuda so'zlamoqchiman. Bu yerda shuni deb qo'yayman. Yana bir qadam East Turkestan has never been part of China. Bunu menle demedim. Bizning nurg'un şu tarix olimlarimiz, arxeologlarimiz, Uyg'urlarning ichida bu tushuncha buruntun bor. Hem de g'arb dunyosida bu tushuncha asosan umumlashtirib bo'ldi. Nima uchun shunday deymiz degan chaqda endi Xitoyning tarixini bir qo'l eslab o'taylik. Xitoyning tarixini shu bugunga qadar 2100 yil bo'ldi deb shu tarix shunday yozig'liq. Ya'ni shu miloddan burun 2770 yildan ta şu bu yıla kadar hesaplaganda 2100 yıl oldu. Hem de şu 2100 yıl jarayonida endi ba'zan tarixchilarning mo'ljallashicha, ba'zilar jiqaroq deydi, Xitoy faqat shu Sharq Turkiston rayonini yig'inchoqlab aytganda 200 yildek shu endi shu Sharq Turkiston rayonida paydo bo'lgan degan ko'z qarashlar bor. 2100 jarayonida. Bu paketda bütün dünyadaki şu ilmi dünyasida, yani civilized world'da bu degan bir allaqachon isbotlab bo'lgan bir paket. Masalan, men bir tarixchini sizlarga deb o'tay. Mesela Owen Latimo degan. Owen Latimo 1930-yillari şu Sharq Turkistonga borgan chaqda uning qilgan yakunda 500 yıl degan. Xitoylarning şu bizning Sharq Turkiston rayoniga dasgandan tortib ta bugunga qadar 500 yil degan yakun chiqargan. Lekin shuning o'xshash yana nurg'un tarixchilar undaq emas deb aytadi. Garchi Xitoyningki shu ma'lum siyosiy jihatdan andiki shu militarilarninki shu ta'siri yig'inchoqlab aytganda 200 yildan jiqaroq bo'lgan bo'lsa, amaliy ta'sir, ya'ni shu haqiqiy kontrol qilgan ta'siri uningdan jiq aslida. Mening shaxsiy ko'z qarashim o'zimning o'qigan kitoblar orqali endi qo'shimcha qilgan tadqiqotlarim orqali mening chiqargan yakunim shu 200 yil atrofida deb qarayman. Endi bu bugungi so'zlamoqchi bo'lgan mazmunni shuni bilaysizlarki, shu Xitoy tarixida Uyg'ur, ya'ni shu Sharq Turkiston zaminiga qadam dasgan vaqtlar faqat qaysi bo'lganda deganda Han sulolasi, Tang sulolasi, Mo'ng'ul sulolasi va Manchu sulolasi. Ular shu yerlarda vaqtincha ma'lum shu kontrol qilgan vaqtlar bor, uni ko'z yumg'ini bo'lmaydi. O tarixi vaqtlar. Lekin ularning ta'siri faqatla ma'lum siyosiy jihatdan andiki shu military, ya'ni shu harbiy qo'shinlarning ta'siri bo'lgan umumiy bir pakt. Endi bu yerda men sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan xaritalar shu Times'dan chiqargan Complete History of the World, ya'ni shu dunyo tarixining, dunyoning to'liq tarixi degan kitob. Mana men yerda mani ko'ryapsizlar. Bu kitap birinchi nusxasi, birinchi nashri 1978 yil bo'lgan. Uningdan keyin davom ta hozirga qadar 14 nashr chiqqan. Bu kitobning o'zi shu butun dunyoda dunyo tarixininki shundoq to'liq bir
bayani deb tonuldu. Buni Richard Overy degan tarixchi mas'ul bo'lib yozgan. Bu butun dunyodagi nurg'un tillarga tarjima qilingan bir dаңлық asar. Bu nait bir cho'ng kitob, endi ekranda sizlarga ko'rsatmayman. Cho'ng kitob, buning jami beti bir 400 necha betlik rasmlar orqali endi tarix voqealarini, butun dunyo tarix voqealarini nait ixcham oddiy tilda bayon qilib o'tgan. Endi bu inglizcha authorized history book deydi. Nait muntizim ham to'liq shu nimaga ega nima degan. Men bu kitobni 2005-yilda setib olgandim. Uni qayta o'qib chiqqandim. Lekin bu ma'u balkim shu buning yangi nashrning bor yo'qligini uqmayman. Lekin mening qo'limdagi 2004-yildagi mana shu muqovdagi kitob mening qo'limda bor. Men endi shu qarindoshlarning tarix qiziqadigan qarindoshlarning endiki shu siyosiy Uyg'urlarning siyosiy ishlar bilan shug'ullanadigan shu kishilarning shu kitobni birini setib olib, endi boshdan oxir o'qib chiqishinglarni tavsiya qilaman. Xo'sh, endi shu Xitoyninki shu 2100 tarixi jarayonini timeline deymiz, shu vaqt nimalarni bir qo'ri kichikini bir eslab o'taylik. Endi abay deb o'tgandek Xitoyning tarixi garchi 2100 bo'lgan bo'lsa-ma, endi faqatla biz bilan azroq bir aloqa bog'ligan sulolalar qaysi deganda birinchisi shu Xon imperiyasi. Xon sulolasi deymiz deb atildi. Xon imperiyasi davrida bu Xon imperiyasi bo'lib shu Xonvudi deymiz. Shularning shu imperiya bo'lgandan keyin shu Xon imperiyasining ta'siri shu O'rta Osiyoga borgan, Sharq Turkiston rayoniga borgan, lekin u nihoyatda qisqa bir mezgil bo'lgan. Ashadagi ta'siri. Keyin endi shu urush jarayonlarida har xil shu qo'zg'olonlarning sababidan endiki shimolidagi shu Won qabilning ta'siridan bularningki siyosiy ta'siri faqatla yanada o'zining Xitoyninki o'z rayoniga cheklanib qolgan. Bu birinchi Xon davri azroq ta'sir ko'rsatgan. Yana ikkinchi sulolasi nima deganda Tang sulolasi. Tang sulolasi ning ta'siri Sharq Turkiston rayonlariga, O'rta Osiyolarga borgan edi. Lekin Tang sulolasini shu barliq keltirgan Xitoy xalqi emas. Amal nuqtaga oid diqqat qiling. Xitoy emas. U vaqtda qanday deganda Tangninki shu ta'sirining kuchayishi nim bilan munosabatli bo'ldi deganda shu shimol tarafdagi yanada shu turk andiki shu tarafdagi shu nomadic tribes deydi, hamda shu tarafda Saddichingninki shimoliy andiki g'arb tarafdagi shu xalqlarning birlashishi bilan Tang sulolasi kuchayib, endi O'rta Osiyo tarqaldi. U to'g'riliq birdan turib yana biroz tafsilroq to'xtalaman. Bu shu. Endi yana birisi nima deganda shu Mo'ng'ul imperiya. Mo'ng'ul imperiyani Xitoyning tarixida Yuan dinastiyasi deydi. Amaliyotda u Mo'ng'ul imperiyasi. Mo'ng'ul imperiyasi garchi bir 100 yilga bo'lmaydigan vaqtlarda Xitoyni so'rgan, hamda shu g'arb tarafdan ta shu Rim imperiyasigacha, andikin shu Qora dengiz deymiz, Kaspiyan dengizi deymiz, ta shu Finlandiyalargacha ta'sirini ko'rsatgan g'arb tarafdan. Sharq tarafdan shu Koreyagacha bo'lgan. Yaponiyani egallab ketamigan shu. U vaqtida nihoyatda shu abay azroq eg'iz qoldim. Shu Sharq Turkiston rayonlarida xili cho'ng ta'sirlar bo'lgan. Keyin hammamiz bilamiz, hamda
Moğol imperiyasi dünya tarixida eng cho'ng bir imperiya, eng keng doirada tarqalgan shu siyosiy ta'siri olamdı, harbiy ta'siri olamdı, kultur va shuning o'xshash hatto fan texnik ta'sirimi dunyo tarixida nihoyatda cho'ng rol o'ynagan. Bu davr. Endi keyin shu endi eng yaqinqi, ya'ni shu 1644-yildan 1912-yil bo'lgan bu nima bu imperiyani u Xitoylar Qing dinastiyasi deydi. Amaliyotda u Manchu imperiyasi. Bu xalqaro Manchu imperiyasi deb tanildi. Manchular Xitoy emas. Manchular shu biz bilan ma'lum irqiy jihatdan azroq munosabat bo'lgan shu shimoliy Xitoyning shimol tarafdagi shu keyin Man xalqi deydi. Amaliyotda uningdan burunqidir, ya'ni boshqa atalg'ular bor, uni birdan turib to'xtalmay shularning ta'siri bo'lgan. Demak, shu Han, Tang, Yuan, Qing shu 4 davrda Sharq Turkistonga azroq ta'sir ko'rsatgan, lekin uningdan burunqi shu Xitoyninki tarixida bu Sharq Turkiston asosan mustaqillik shu mavjud bo'lib kelgan bir rayon edi. Endi qara, abay bir qur shu tarix davrlarni bir qur ixchamlab bir qur deb o'tdim. Endi konkret shu Solallar to'g'riliq men biroz to'xtalaman. Birinchi shu Solalisi Xan Solalisi. Xan Solalisi endi tarixda hozir e'tirof qilingan boshlanish vaqti degan shu milodiyadan burun 206-yildan boshlab shu miloddan keyingi 220-yilgacha davomlashgan. Yil sonini qaraydigan bo'lsak, bu 426 yil davom surgan. Bu vaqtlarda nimalar bo'ldi deganda, masalan shu milodiyadan burun 475-yildan 221-yilgacha bo'lgan davrda Xitoy degan bir 7 shu warring state deydi, hamda Uyg'urchada urushqoq davlatlar deb atiladi. Urush davlatlarmi deb atildi. Hamda bu yerda inglizchada warring states dedi. Bu vaqtda 7 nima deb vaqtlarda. Bu 7 hamda shtatdan 7 shu xondanligining hech qaysi bu Sharq Turkiston rayoniga, hozirgi Sharq Turkiston deyilgan rayonga ta'sir ko'rsatmagan, O'rta Osiyoga ta'sir. Endi bu davrlarda qanday bo'ldi deganda shu Sadichin deymiz-ku, Great Wall. Great Wall u garchi boshlanishi xeyli burun bo'lgan bo'lsa-mu, lekin shu davrda, ya'ni shu 220-yildan 210-yil milodiyadan burun 210-yillar qolganda bu endi biroz mukammal silingan. Bu Sadichinni qurishdagi sabab shu Sadichinning ichidagi shu vaqtdagi davlatlar, shu vaqtdagi shu Solallar yoki xondanliklar endi shimol tarafdagi shu Hunlarning, Hun deymiz, endi Hunlarmi bizning ajdodlarimiz Hunlarningki talimi bekmi to'lib bo'zak qilib ketgandan keyin bulanchilik talan unda qilib ketgandan keyin to'xta bir tomni sep qo'yib bashada shu orqali o'zimizni qo'llaymiz deb shu Sadichin shu sababdan qurilib qoldi. Endi bu Xon davriga kelganda endi Shixuangti deymiz, endi Xitoylar Qing Shixuang deydi. Qing Shixuang endi keyin buni eng oxiri nihoyat mablag' selib, nihoyat kuchaytirib, hozirgi shu ko'rinayotgan shaklda shuni silingan. Endi Qing Shixuang o'zi shu 221-yil milodiyadan burun shu vaqtda endi podsho qilingan edi, lekin uning boshqurgan rayonlar asosan yana shu hozirgi Xitoyning janub tarafida. Uni birdan turib xaritnislar ko'rsatma. Hem şu vaqtlarda yani şu 100 miladiyadan burun 138-yildan 126-yilgacha şu Xitoylarning nihoyatda danglaydigan bir Zhang Qian degan bir nima bor. Zhang Qianni
Jangchen ameliyatda harbiy qo'shinni boshlab bo'lmaydi. Faqat nima deganda shu podshohningki amri bo'yicha shu Çinninki Çinning sirtida nurg'un davlatlar bor ekan. Shu davlatlarni bir ziyorat qilg'ash, ishlarni bir ko'rib kelsang deb ana u Jangchenni yoqlarga avtidi. Jangchen u yoqlarda shu bir 10 yil atrofida aylanib keldi. Ba'zi bir diplomatik munosabatlar bilan bo'ldi, lekin u hech qanday qilib u yerga berib, u rayonni bir egallab olay yoki u yerni bir tatib olaylik degan nima yo'q. Faqat ashada shu jarayonda ashaning ahvollarini bilgash, keyin shu vaqtda shu g'arb allari deb bildigan deb shu g'arb tarafdagi allar bilan bir munosabat, diplomatik munosabat bog'lash to'g'riliq u yerlar bor. Uyalar bağan keyin qaytib ketgan. Keyin şunun ilgiligen ma'lumotlar orqali podshohlarga ma'lumotlar keyin keyin Xitoylar keyin qo'shinlarni shu bizning shu Sharq Turkiston rayonlariga avatgan tarixlar bor. Ana abay meyada mavu Proctorate deydi, Proctorate of Central Asia deydi. Şu O'rta Osiyoga Xan imperiyaninki shu qo'shinlari shu yerga kirgan chog'da ashadagi allar bilan sulh tuzishib, hamda Xan imperiyasi vaqt kuchli bo'lgan mezgillarda kuchli bo'lgandan keyin shu vaqtda bizning shu rayonlarga harbiylarni avatib, ancha-muncha qo'g'dab qo'ysanglar degan kelishimlar orqali andin bu O'rta Osiyoga shu bir qo'shinlarni avtidi. Hamda soni aniq emas bu, chunki uzun yildan burun ishlar qanchalik askar avatdi, qanchalik tudi. Hamda mening bilishimcha o'tganda bir o'qigan bir kitobim bo'yicha u faqat u yerga borgan, hamda ularni Xitoylarmi degan olmaydi ularni. Hozir Xitoy degan bilan u vaqtda Xitoyning tushunchasi o'xshamaydi. U avatgan shu qo'shinlari faqat o'zining oila tavoblari bilan u yerga borgan gap. Xotin bola-chaqalarini ilib bardo, keyin bularni aytiliqi cheklangan bir qancha shaharlarda shu yerda turadi. Endi ma'lum mushtaq bir davlatlar aro bir nima bir to'qinishlar paydo bo'lganda bu harbiylar shu yerlardagi shu O'rta Osiyodagi shu yerdagi davlatlarga yordam beradigan faoliyat. Endi Xan davri, endi Xan sulolasi endi ninki kuchligi dunyo e'tirof qilgan bir paket. Chunki Xan imperiyasi toza yuksallangan, taraqqiy qilgan vaqtida shu mezgildagi Rim imperiyasi bilan shu teng darajada kuchlangan degan ko'z qarashni xalqaro e'tirof qildi. Uningga ko'z yumbasak bo'lmaydi. Chunki u mezgillar qanday bo'lib ketdi deganda, mavu Xitoyning janub taraflarida yezikchilik, keyin dehqonchilik, keyin shu o'z vaqtlarida shu bir qanchalik dini bilan o'xshab ketadigan, masalan, Tao ko'z qarashi deydi, yana farq degan qonuniy ko'z qarash deganlar, shunday bir qancha nimalar, shularningki siyosiy ta'siri biroz kuchlanib, keyin bularga g'arb bilan urushilgan ishlarni to'xtatib, taraqqiyotga berilib ketgan. Shu vaqtda keyin shu Rim imperiya bilan shu teng darajadagi bir dunyoda bir yuksak taraqqiylangan bir madaniyat bo'lgan. Uni e'tirof qilmasak bo'lmaydi. Lekin bu yüksel taraqqiylangan bu imperiya shu 2220-yil, milodiyadan burun 220-yildan boshlab bu keyin shu o'zlarining shu nurg'un shu Xan imperiyasi bo'lgan nurg'un shu qo'zg'olonlar yenidagi davlatlarning qarishi bilan keyin shu Sadichinni qurimiz deb shu sağlam mablag'lar shular orqali bularningki iqtisodi ojizlashib ketgandan keyin u yellow turban deydi, ular seriq sallilik demdik, shu bir qo'zg'olon paydo bo'ldi. Shu seriq salliliklarningki endi salla desam bo'lamdi, turban degani salla deb oldi, seriq tumoq kiyib oldigan bir yellow turban deb bir qo'zg'olon bo'ldi-ku. Shu qo'zg'olonningki tufaylidan
bu Han imperiyasi yimirlab parçalanıp ketip endi bu Han imperiyasi 3 xonadonlik parçalandı. Birisi V deydi, Xitoychada V deydi, yana birisi shu deydi, yana birisi bu deydi. Endi bu yerda V deganni men sizlarga biron tur xaritasini ko'rsataman. V degan davlat, V degan xonadonlik amaliyotda Xitoy emas bu. Ularning mutlaq ko'p qismi shu o'nlarninki qo'mlaridan, ya'ni shu bizning ajdodlarimizdan bo'lgan bir nima. Chunki bular degan shimolga joylashgan. Ben buradan tur xaritni ko'rsatganda shunga endi eskartish berman. Endi Xon sulolasi to'g'riliq mushu mavzularga to'xtalman. Qani davomini ko'raylik. Nima yerda bu Abay kitobdan ilingan bir xarita. Buni ko'rsizlar, mana ko'rdinglarmi? Ma degan Sadichin mana meyada kichik xatlarda shuni aniq yozibdi bu yerda. Sadichinninki shu qaytadan shu qurib mukammallishi shu 220-yildan 210, ya'ni milodiyada buni shu vaqtlarda bo'lgan endi. Mana bu yerda ko'rsatsa, keyingi Xitoylarning keyingi avlodlarimi buni qaytadan yozgan yerlari bor. Endi bu yerda Xitoyninki shu vaqtida endi hozir endi Xitoy deb oldik-ku, vaqtida Xitoy demaydi. Şu vaqtdagi masalan Çin imperiyasininki territoriyasi mana Mao shimolda Sadichin. Mao neyada endi Mao Koreya endi azroq ta'sir ko'rsatgan, to'liq ib ketmagan. Mushundoq kelib endiki janub tarafda Vyetnamdan oldi, hozir Haynando degan yer, Tayvanlar hammasi mana shu nimaga kirgan. Ama yerlarda ranglari sal boshqacha bo'yalgan yeri endi Han imperiyasının to'liq ta'siri yo'q degan bir ma'noni bildirdi. To'liq ta'siri yo'q degan. Ama bu yerda ko'rsizlar, ma tarafda ma rayon degan Tibet, hozirgi Tibetga ta'sir kirmagan, andiki Mao bizning mana Sharq Turkiston deganimiz ma rayonda. Sharq Turkiston rayoni, andiki ma O'rta Osiyo rayonlariga cho'ng ta'siri yo'qdi. Faqatla Abay deb o'tgandek harbiy qo'shinlarni avatgan chaqda mana Mao rayonda mana debto miladiyadan burun 59-yildan miladiyadan keyin 23-yilga qadar mush rayonda protectorate degani qo'g'dab berish degan qo'shinlarni shu yerlarga avatgan. Mayallar ranglarni ko'rsa, rangni ko'rsatgan chaqda faqatla nima deganda, bu rang nimani ifodalaydi deganda, shu mezgillarda Xitoyninki ta'siri bor deganlikni bildi. Lekin Xitoy xalqi u yoqqa ko'chman bo'lib yetkazmagan. Xitoy degan narsa u yerda mavjud emasdi. Chunki u yer rayonlar bir xil nima deymiz endi. Bu rayonlar bilan ma rayonlarninki kulturi olamdi, siyosiy qurilma olamdi, har qanday qat'iy o'xshamaydi. Bu yerdagi xalqlar bu yerga berib yashamaydi. Yashash mumkin emas. Faqat harbiylarni to'liq ta'minlab, yer tug'izdi, oila yerga yo'llaydi. Shu orqali ashada bir mezgil ta'sir ko'rsatgan yer bor. Endi mayada sizlar balki aniq ko'ramaysizlar. Mishada men sizlarga bir narsani deb o'tay. Qizil siziqlar shu vaqtdagi İpek yo'li deymiz-ku, İpek yo'lininki boshlanishini bildi. Bu necha yo'l bilan bo'lgan, shimol tarafdan bo'ldi, töven tarafdan bo'ldi, bu andiki ma yo'llar bo'ldi, shuni yo'l. Bu yerda İpek yo'li, u mezgildagi İpek yo'li nima deganda, asosan shu yerlik, ya'ni mushu rayonda yashaydigan shu xalqlar bu mallarni Chang'an tarafdan bu yerda tögüler orqali, öküzler orqali har xil usullardan bu yerdan mallarni yetkazib, bu yoqdan minib, oyoqqa turib sotadi. Bu rayondagi u İpek yo'li amaliyotda Xitoylarning nimasi emas. Uni to'g'riq maxsus bir kitob bor. Valery degan olim yozgan bir kitob bor, shuni tasvirlagan. Bu yerda Xitoylarning u odatlik sudyalar o'tolmaydi. Chunki maydan o'tgan zaman bu yoqlar degan nima deymiz, nomadic people'lar bo'lgandan keyin qo'rqidi ular, o'tolmaydi. Shuning uchun u
to'shqan mallari mayli nima Yumingwan degan ekib berdi yoki Chang'an o'zdilar bularga berdi lekin bular shu to'ygilar olib bular yutkab lekin bu ipak yo'li degan shu orqali shakllangan. Mishalda men bir narsani deb o'tay deb o'yladim endi chunki Valroy degan olimninki yozgan kitobida uni ipak yo'li deb atashning o'zi xato deb yakun chiqardi. Nima uchun deganda bu atalmış ipak yo'lida bo'layotgan soda ipak orqali ipakli emas. İpek degan nihoyatda bir qismini egallaydi ekan, nihoyat az bir qismini. Amaliyotda uningda nurg'un mayoqlardan mallarni ekildi, g'arbning mallari. Ekilib bu Xitoyga ekilib o'tgan, bu Xitoydan bu nurg'un boshqa mallarni oyoqqa yo'tkazdi. Shu orqali g'arb bilan shu sharqninki soda yo'li ichildi. Endi buni ipak yo'li to'xtalmayman. O'sha shuni deb o'tay dedim. Bu to'g'riliq keyin ayrim to'xtalsak bo'ladi. Bu yerda to'xtalsak bo'ladi. Mayada yana bir siziq bor. Mayada ma'sal sizg'ish ma'vul istrix bas sizg'ish. Bu nima yo'l deganda bu abay men degan Jangchenninki shu g'arb tarafga o'tgan chaqda mongan yo'l edi. Bu Jangchen o'zimi nurg'un japalarni tortib, yo'llarda qaroqchilar uchraydi. O'zi necha qitim o'limdan nim qilib, lekin yerlik shu xonlar buni qo'g'dab qilib, endi vaqtlarda xon demaymiz, vaqtlar yerlik hamda podsholar. Yerlik podsholarni qo'g'dab, bu ularga so'g'at berish orqali ishtaq qilib ularni qo'g'dab, endi bu Jangchen mana mush yo'lda mingib, shu Farg'ona tarafga berib, endi uyalardan keyin bir mezgil turib, keyin asta bundoq kelib qaytib keldi. Qaytib kelganda Mayadan keyin nima ketdi. Bu abay deb o'tgandek bu burunqi necha ming yildan burun qishlar bo'lgandan keyin bu yerda sizgan yo'llar naqsh yo'llarmi u aniq emas. Lekin shu yo'lda o'tgan shaharlarni sizlarga deb o'tay. O'tgan shaharlar Keroran degan yerdan o'tdi. Keroran mana Mayada. Kerorandan o'tdi. Andin nima tarafga Ihson debdi. Ihson degan nima ekan? Ihson degan u bir Ihson degan bir shahardan o'tdi ekan. Andikin Charchan. Charchanga bordi ekan. Charchan nima yer turdi? Keyin Charchandan o'tib, endi Xotanga bordi. Xotandan Gumaga bordi, keyin Yakkanda bordi, keyin Qashqardan o'tib, keyin hozirgi Farg'ona taraflarga berib, keyin qaytib kelgan yo'l. O yo'lda bu yerda ko'rinib turibdi. Demak, shu mezgillarda Xitoyninki ta'siri faqat mushroyindi. Endi ma taraflarga endi buni o'qib men balkim bir 20-30 yil ashalar ta'sir ko'rsatgandi degan yakunni chiqardim. Bu yakunni to'g'ri deb qarayman, chunki bu yakunni mendan boshqalar shu yakunlarni chiqargandir. Bu tarix kitoblarini ko'rsatsak bo'ladi. Endi Xan imperiyasi nihoyatda taraqqiylanib, qaysi yillari tarmar bo'ldi deganda, shu 220-yili bu tarmar bo'ldi. Shuningdan keyin ta 220-yildan boshlab Xitoy necha parchalanib ketib, shuningdan boshlab ta 645-yil, ya'ni 400 yilga yaqin jarayonda u Xitoyning bu biyadiki endi Xitoy deb atab qo'ydim, misol yashaydigan. Bularning izlariga bu yoqlar kirdi. Tong davri kirganda yana kirdigan yer. U yer endi. Xo'sh, endi mayada men yana bir xaritani izlab topdim. Bu xaritama shu Xitoylar e'tirof qilgan bir xarita. Buningda hatto Xitoy tarixchilarimi uni e'tirof qildi. Mana men ko'rdinglarmi? Mayoq degan shu abay men ko'rsatgan rayonnimi nihoyat o'xshab ketdi. Lekin ma tarafni nima deydi deganda, bu yoqda g'arbdagi davlatlar deb ataydi.
Bu yerda Xitoychada atalgan davlatlarning ismlarini men kichik vaqtimda o'qigan tarixda shu Wusung desa, Taoyuan desa, Kangju desa, mushlarni jiq ko'ratdim. Lekin ularni men o'zim o kichik vaqtlarda bu Xitoylar xat o'yiniga ustigo Xitoy tarixchisi xat o'yiniga usti bo'lgandan keyin hamma ellarga o'zi biladigan bir ismlarni qo'yib qo'yib, bular biz bilan nima munosabatda deganni bilmadi. Amaliyotda mushu rayondagi mushlarning hammasi mushu mana bu yerda Xitoychada anshi Taoyuan deydi, ma bir nima Bing deydi, meyada Wusung deydi, Iliya deydi, mush Kangju deydi, mushu davlatlarning hammasida bizning ajdodlarimiz yashaydigan bir davlatlar. Bizning ajdodlarimiz qurgan davlatlar. Shuning uchun Xitoylar nima deganda, ma g'arbdagi alla, g'arbdagi davlatlar deb atab qo'ygan. Xaritning ranglari o'xshamaydi, sizib qo'ygan rayonlar o'xshamaydi. Buni mana Xitoy o'z tarixi. Xitoy o'zining doirasi mana mayalak. Abay xarit bilan cho'ng farqi yo'q. Abay men ko'rsatgan xarit bilan cho'ng farq. Faqat ism jihatda xuddi Xitoylarninki bir zimidindek ko'rsatdi. Xuddi hozir masalan Los Angelesni Loshanji deydigandek, Washingtonni Huafu deb qo'ygandek Xitoycha ismlarni qo'yaverib, keyingi avlodlar bizning bir parcha yerimiz o'xshaydi degan hukmni qallasini quyatmoqchi. Siyosiy nuqtadan aytgan chog'da shunday deb. Lekin u mezgillarda bu rayonlarda Xitoy degan narsa asosan yo'qdi. Abay deb Abay asosan. Bu yerda shu to'g'riliq to'xtay. Endi bu yerda bir ikki parcha rasmni men sizlarga ko'rsatishni to'g'ri ko'rdim. Bu yerda ma'ni ko'rib baqsa, bu shu vaqtida mushu g'arbdan shu Xitoyga berib savdo qildiganlarninki bir haykel shaklida. Bu haykel qaraydigan bo'lsak, mana to'yga bu atvagan jabduqlari, hatto sog'gan gilamlari, mishayda ishlatayotgan shu vaqtlardagi buyumlarning hammasi shu O'rta tarafdan kelgan. O'rta Osiyodan xos bo'lgan. To'yga g'ujun atidi, g'ujunning nimalariga har xil o'zining nimalarini ba'zi g'ujunlarga degan yo'g'on shu posolka demdik, posolka juhlarni atib cho'ng shu to'yga qo'shillar degan hatto 500 ga, hatto 1000 ga boradigan cho'ng nimalar bor. Ma odamni qaraydigan bo'lsak, Amerika odamni buning hech qanday Xitoy bilan hech qanday munosabati yo'q. Bu shu O'rta Osiyo tarafdagi kiyimlar bilan burni qaraydigan bo'lsanglar yo'g'on turdi, soqolliq, andiki ma kiygan kiyimni yalang'idaqmi qandaq degan tushunmaydi menda. Yalang'idaq kiyib olgan kiyimlarimi boshqacha Xitoy bilan boshqa. Bu haykal mana o'zi bu tarixiy bir haykal, shu o'zi shu vaqtdagi tarixlarning bir aks ettirishi deb qarayman. Endi menda ma'ni qarashlar, bu degan keyin sizgan rasm, bu rasmda bir necha narsalar bayqalgan. Ma usul o'ynayotganlar shu mezgildagi yanilash balkim shu O'rta Osiyodagi O'rta Osiyo tarafdan kelgan shu keyin Sog'di deydi, Sog'di deyiladigan xalqlarningki ashalarga berib shu Chang'an degan shaharlarga berib usul o'ynayotgan nimalar bo'ldi. Endi meyada o'tganlar Xitoylarningki cho'ng amaldorlar demdik, hamda shu podshoh o'rnlaridagilar chunki mudahiyalar keladi. Meyada ma'ni qaraydigan bo'lsak, ma'mu shu O'rta Osiyodan kelgan bir o'yinchi bu yerda o'ynayapti. Maşkilemni bayqadim. Maşkilemni bundaq chambirakni sizib qo'ydim. Bular mana tipikol O'rta Osiyoliklar. Kiyib bisiq kiyib tumiqi, ma chopini, ma isvagan meyadiki balkim o'zini ishlatadigan bir nimasi oluşuyor. Andiki ma odamning turishini qaranglar. Ma u balki mashhur nima xurmuluq bir chapan, jungli xurmuluq chapan, kiyib tumiqi, ikkalisining mana burti va Xitoylarning burti yo'q. Chunki Xitoylarda odatda burt degan narsa nihoyat oz son bo'ldi.
Burut oldu, koyuvagan çiçi. Turistini qarap bakыңlar. Ma turisti qaraydigan bolsam, men o'ylab qoldim. Bizda shu mavi janublarga borsak, hatta Urumchining ma savdo maydonlariga borgan bolsak, mushtaq turib savdo qilishayotgan Uyg'urlar, naq Uyg'urning o'zi. Buni hozir sizgan resim emas, bu xeyli burun sizgan resim. Lekin Xan davri sizgan resim emas. Mushu mana shu vaqtida O'rta Osiyoninki qanchalik ta'sir ko'rsatganligini. Bular sodiyalar bo'lishi mumkin. Shu to'g'larni, nimalarni, yuqlarni boshlab kelgan sodiya nimalar bo'lishi mumkin. Lekin bular mana o'rdi darajalik shu nimalarga kirib turdi. Sonlarni qarab boqing. Ama eğer 7-8 Xitoy deylik, Xitoy bo'lgan bo'lsa, mayaqda mana bir 7-8 O'rta Osiyoliklar bor degan. Tabiiy. Bu bir bu mu şu vaqtki tarixning bir shuning uchun mavi rasmni bir ko'rsatib qo'yishni to'g'ri. Endi mani men qandoq qildim deganda shu Xan imperiyasining Xan imperiyasining territoriyi bilan hozirgi shu Xitoy Xalq Cumhuriyetininki territoriyasini bir silishtirib ko'rpak qilgan bo'lsak, mana mavi Sharq Turkiston rayoni. Sharq Turkiston rayonida bularning izlariga kirmagan. Buni men chiqargan xarita emas. Abay xaritani shu hozirgi territoriyani ustiga soldigan bo'lsak, mana bu yerda aniq ko'rinadi. U Xan davrida Xitoy Sharq Turkiston Xan davrida Xitoyning zimini emas edi. Bu yakunni chiqardi. Xo'sh. Endi kelar qitimqi leksiyarimda ma tang to'g'riliq to'xtalay deb o'yladim. Bugungi leksiyarim mishagicha bo'ldi. Tang davrini agar tang davrini so'zlashdan burun meningki hamda bir tavsiyarim sizlar shu Abay ko'rsatgan shu bir qancha ulanmalar. Şu narsalarning uchun mana bu yerda ulanmalar bor. Shu ulanmalarni bir aqtirib, ko'rib, Xanninki Xan imperiyasininki tarix to'g'riliq nima ulanmalar bo'lib, o'zinglar Google orqali izlab o'qib baqsanglar bo'ldi. Buning balkim Uyg'urcha materiallarmi bor deb qarayman. Uyg'urcha kitoblarmi albatta bo'ladi. Lekin bir narsaga diqqat qiling. Uyg'urchada nashr qilingan kitoblar xuddi Xitoychada nashr qilingan kitoblarga o'xshash. Bu faqat qanday bo'ldi deganda Xitoychada nashr qilingan kitoblarning tarjimasi. Ta bugun qadar endi O'rta Osiyolarda bo'lishi mumkin, Rossiyalarda bo'lishi mumkin, lekin ta bugun qadar Uyg'urning tarixini yozgan kitoblar asosan Xitoychadan tarjima. Belki bularni o'qib qoldigan bo'lsanglar, uningdi degan, voy, shu Xitoy degan Xan davridan tortib Sharq Turkiston rayonlarini egallab kelgan degan yolg'on tushunchalarni qattiq tushundim. Lekin mencha unda xiyalagan sal bir savol so'rab o'qishinglarni o'ylayman. Chunki sizlar o'ylab beqinglar, masalan, bir narsani gapirdim. Ta 1940-yilgi asar Xitoyning aholisining soni around 4-5% Sharq Turkiston aholisi. Endi agar Xitoy Xan davridan tortib ta bugunga qadar bizni egallab kelgan bo'lsa, u Xitoyning soni 1944-yilda 4% bo'lamda. Nayta oddiy savol bu. Nayta o'zinglardan so'rablar shuning yolg'onligini bilib olganmiz. U bir. Ikkinchisi, ham shu vaqtida masalan harbiy qo'shinlarning oila tavoblari keyingi shunaqa necha ming yil jarayonida ular degan yerlik millatlarga yurilib ketdi. Ya ularni tarmar qilinayotgan, ya bo'lmasa ularningki avlodlari degan shu yerlik shu turk xalqlari bilan to'y qilib shular bilan aralashib keyin ularning aslidagi mushu tarafdan kelganligining aslini yo'qotib qo'ydi ular. Ularni Xitoy degani bo'lmaydi. Ularni Xitoy, chunki o'zlarini Xitoy deb e'tirof qilmaydi. O'zlari agar shular o'zlarini Xitoy deb e'tirof qilgan bo'lsa, Xitoyning soni 4% bo'lmay, balki bundan nurg'un aslab ko'p bo'lgan bo'ladi.
Shuning uchun bu bir nimam ne bir unutib qolgan yerlar bo'lsa. Bak olsa qarindoshlar bugungi leksiyarim mushunchalik bo'lsin. Endi ma leksiyalar biroz ilmiy nimasi bo'lg'achqa endiki ma bu tarix to'g'riliq men o'zim tarixchi emas. Shuning uchun ba'zi bir ko'z qarashlarim xato bo'lish ehtimoli nihoyat cho'ng. Bo'libmi yil vaqtlar kelgan chog'da bu tarixchilar o'zlarini bir kelmaydi. Tarixchilar o'zlarini bir kelmaydi. Lekin men bu yerda olgan shu yillik sonlar shu dunyo abay degandek shu dunyoda e'tirof qildigan kitobdan olgan. Men bu yerda Xitoyning kitobidan foydalanmadim. Yana bir yerning kitobini foydalanib o'zim to'qib chiqmadim. Bularning hammasiniki shu dalil isbot deganimiz nima deganda abay ko'rsatgan kitob degan shu dalil isbot bo'ldi. Endi buningdan boshqa nurg'un boshqa kitoblar bor. Boshqa kitoblar. Bu bir nima? Endi yana bir eskartma degan o'tib qo'ygan yerim. Men kichigimdan-chu, garchi o'zim tarixchi bo'lmasam, men kichigimdan tarixga nihoyat qiziqardim. Shu kichik vaqtlarimda shu madaniyat inqilob mezgillarda men tarix kitoblarni dünya tarihi, Xitoy tarihi, endiki ashtar tarix kitoblarini o'qitdim. Keyin lekin o'zim men boshqa narsa qiziqib ketdim, matematikadan bo'lib ketib, tarix kitoblarini maxsus tadqiq nimada o'qimadim, lekin davomli to'xtatmay o'qib kelyapman. Hozirmi o'qiyapman. Shuning uchun bu yerda men o'zimni tarixchi emas desam, boshqacha o'ylab qolmanglar. Bu tarixni tarixchilar bildigan narsa emas. Tarixchilar o'qiydigan narsa emas. Bir minut turib turinglar. Hello? Men leksiya so'zlab o'tdim. I'll call you back. Shuning uchun endi nima keldim? Shuning uchun men shuni tavsiya qilmanki, bo'libmi biz g'arbda yashayotgan Uyg'urlar, library kiraylik kitobxonalar bor. Google'ni izlaylik. Endikin har qandaqmış kutubxona kirgan bo'lsak uchun shu tarix to'g'riliq nurg'un kitoblar bor. Shularni ko'rib, o'zimizning tariximizni o'zimiz bilaylik. Bizning kichigimizdan tortib ta bugunga qadar bütün Xitoyning shu Xitoy hukumati shaxs o'zlarining siyosiy maqsadidan bizning bütün shu dunyo tarixini bizni shu burmilab yog'andan so'zlab kelgan yerni men uzun yillardan beri bayqab keldim. Endi hozirga kelganda hatto ba'zi Uyg'urlarmi shulardan shu materiallardan foydalanib o'zlarini voy biz shunday bir osonlik millatkanmiz, shunday bo'lib qolgan bir millatkanmiz, ular bo'ysunmay amal yo'q degan ko'z qarashlarni yakunlaymiz. Shuning uchun tarixning aynan narsasini bilish nihoyat muhim deb qarayman. Xo'sh, unda bo'lsa bugungi leksiyarim mishachik bo'lsin. Kelaqitim Tang sulolasi to'g'ri to'xtalamiz. Rahmat.